ikkitadan ekan mana. 1 2 3 4 5 ta olam hozir. Ha, 5 ta olam. O'zi bilan 6 ta ekan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kirib kerak. Mengami? Ana men hech kim menga ishtima bermagandim. Ma'muraxon shikolat berdi. Endi olib qochib ketaman endi. Yo'q edi men endi. Mashallah. Assalomu alaykum. Bu ikkitadan ekan mana. Ona qizi. Qalaysiz? Mana sizga hayitga sovg'a. Yaxshimisizlar opa? Nima yig'layapsiz? Ko'rib xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Voy mashalloh. Ko'rolmayman deb o'yladim. Ya nimaga unaqa deysiz, Do'stlar, biz kecha premyer efirda turganimizda opamiz Qo'lim ishlamayapti. ha, polis opamiz bizni kuzatib borar ekanlar. Har safar kuzataman, yaxshi SMS keladi, premyer efirga chiqdi deb. Rahmat, Siz shunchalik ko'rishga e'tibor ham qilyapsiz. Ke o'tirib olib kuzatib boraman. Rahmat. Mazza qilaman ko'rib. Ishonasizmi, shuna kayfiyatim ko'tariladi. Bilmayman, ichimdan g'alati bo'laman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shunchalik bizni kuzatib turar ekansiz. Rahmat sizga. Hozir qo'lingiz ishlamaydimi bitta Yo'q, qo'lingiz? bitta qo'l, bitta oyoq ishlamaydi. Ha, insul bo'lganmisiz? Ha, Bu miya oilada kim infarkt. turasizlar? Men shu qizim, keyin bittasi o'g'lim bor edi, u ham avariya bo'ldi. Ha, o'g'lingiz ham avariya bo'lganlar. Skuterdan qo'shnim yiqitib bordi. Shu 15 yoshdan beri menga qarashardi. O'zim ko'cha supurardim. Ha, Shirkatda ishlab. ha. Endi jicha ro'zg'orimizga yetib turadi o'sha. Sog'ligimda teg o'tirmasdim. Shu domlarimizni 12 ta domni bergan, shipirib tozalab, ertalab 4 da chiqib. Shunaqa tirikchilik qilasiz. Beshchilik qilar edi. Hozir endi bunaqa insul bo'lib qolib ishlaganingiz yo'q. Bolam bunaqa holatda bechora ash kuryerlik qilib, Belissimo nimasida, nima oshxonami nimadir bor ekan. Qo'shnini o'g'li yiqitib borib, rulda talashib, rulda ketyapti. Bir uni ham shu chap qo'li ketgan. Hozir mana operatsiya qildirish kerak yana. Qatta mablag'im bormadi. Alloh shifo bersin. Iloyim. Ro'zg'orliklaringizni shu hayit bilan tabriklab tashlab ketaylik deb keldik. Rahmat. Shunchalik ovora bo'ldi. Shirinligini qarang, otingiz nima? Musayan. Musayana? Musayan. Muzayyana. Mashalloh. Ilohim, katta qiz bo'ling. Bir ajoyib shirin qizcha ekan-da. Bu qizchaga bizcha hayitlik berib ketaylik, bo'lmasa mana sizga hayitlik. Xo'pmi? Rahmat. Hayitda ishlatasiz, xo'p? Ayjoningizga qarab o'tiribsizmi? Ha? Hay, och. O'zi qo'rqar ekan bu bola. Yana o'shanga qarab. Hayajonlanganimdan naqa bo'lyapti. Mayli, yaxshi qolinglar, ha? Ya qaytdilar. Alloh shifo bersin. Biz yana boshlab boradigan joylarimiz bor. Duolaringizni eslab turing. Eslayman. Salomat bo'ling. Shunchalik kelasizlar, u eslab olmaydimi? Rahmat. Xayr, ona qizim. Yaxshi qoling, ha? Sog' bo'linglar, opa. Mayli, xo'p, Aytlarni yaxshi asaldan o'tkazib oling. rahmat, vaqt ajratib shunchalik kelganlaring. Salomat bo'linglar. Hop, rahmat. 1 2 3 4 5 ta olam hozir. Ha, 5 ta olam. O'zi bilan 6 ta ekan, ha. Bitta joyga kelyapmiz, bitta ko'ringlar. Ajoyib do'stim oldiga kelyapmiz. Assalomu alaykum. Ma'muraxon, yaxshimisiz? O'g'irlab ketgani keldi. Olib kelinglar, olib kelinglar. Xatga qo'yaylik. Yaxshimisiz? Sizimisiz? O'tiringlar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Bormisiz? Hayitlar bilan kirib kelgan. Rahmat. Bitta shikolat bor ekan. Mana Ma'muraxonga shikolat. Voy mashalloh. Rahmat, tinchmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kirib kerak. Mengami? Ana men hech kim menga ishtima bermagandim. Ma'muraxon shikolat berdi. Endi olib qochib ketaman endi. Yo'q edi men endi. Mashalloh. Ey, olib qochib ketaman dedim. Men olib qochib ketaman, men bo'ldi endi. Ha, mashalloh. Sizmisiz? Kirib kelayotgan qurbon hayitlaringiz bilan. Rahmat, rahmat. Tinchmisiz o'zingiz? Qalaysiz Ma'muraxon? Ha, svetlar. Ha, Ma'muraxonni ko'rgani keldik biz, hayit bilan tabriklab, uyatib ketishlarini qarang. Ya unaqa demang, bir xabar olib ketaylik dedik. Endi hayitli ham berib qo'yaylikcha Ma'muraxonga, hayitli ham. Mana Ma'muraxonga, mana do'stimizga ham hayitli. Sog' bo'linglar. Arajatlarimiz bor edi. Ko'ngillilarimiz ehson qilishgan. Shularni. Sog' bo'ling. Onajon.
Nima deysiz? Iyi mangami? Voy mashalloh. Endi o'zingiz o'qib bering. Ha? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat sizga, Xudo rozi bo'lsin. Rostdan ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Ma'murxon bitta shikolat beruvdilar, yana ham xursand bo'ldim, ha? Hech kim menga eshitma bermadi. Ma'murxon qarang, mana shikolat berdilar-da. Ilohim hammalarimizdan. Hay, boshqa safar kelib olib qochib ketaman. Xo'pmi? Bo'pti. Onajon, sog' bo'linglar. Xayr. Rahmat. Sog' bo'linglar.